Яндекс.Го. Tezkor bordi, janob so'radi. Mana shu. Ketdik. Telefon. Rasmiy xat. Nashr qilib. Endi aytyapti. Menejerga xat yozib beratish kerak. Write about your feelings. Qanaqa? Then what do you think the club management should do about the situation? Taxminas faqat. Endi nima so'rayapmiz? Rasmiy to'g'ri. Shunday boyagi matnni bunga moslashtirib ko'chirib qo'ysak bo'ladimi? Yo'qda. Ikkitani farqini ko'rsatishimiz kerak biz. Rasmiy bilan boshqa farqini ko'rsatishimiz kerak. Mana shu yerda seni tekshirib boshladi. Boya haydab boshlagan. Agar buni ham haydab boshlab bo'lsang, bu skor kaza qo'yadi. Clear deyman. Men kimga yozaman? Write to manager deyapti. Manager ismini bilmayman. Nima deb boshlaman? Kim manager? Menimcha birinchi qiladigan ishim mana shu. Nazar qilaman. Hoshiya bo'lsa, boya aytganimdek, mana shu hoshiya bo'yicha ketish kerak. Abzas degan narsa letterimiz yo'q. Birinchi, bizga xat yozgani uchun rahmat aytib olsak bo'ladi. Bizga xat yozyapti-ku. Hammasi sizlarga xat yozgan bo'ladi. O'shani rahmat aytib qo'ysa ham bo'ladi. I'm sorry to inform that the fitness is closing for months from the next month. Kimlardan yo'qoladi deyapti. Oldindan xat yozganingiz uchun rahmat deysiz. Qaramamni o'qib qo'ysa sizlarga. Buni o'qidi-ya. I hope they organize some online classes or meet outdoor activities workout. They could also upgrade the lockers. They are so old. Let's stay active and away. Prezident bo'lsa bo'ladi. Shara. I want to. Endi sen ismasiz, mana bunday bo'lishimiz kerak. Ana to'g'ri ketib. I want to thank you for informing. Information degan ma'lumot degan. Information dan antiyonda aytsang ma'lumot bermoq degan so'z paydo bo'ladi. Fordan keyin verb ing boshlanadi. Shuning uchun informing bo'ladi. I want to thank you for informing about information about informing about the closure of our the jail. The jail. Tepada qara senga xat yozib qo'yishgan, biz zalimiz yo'q bo'ladi. Bemalol zanishlasang bo'ladi. O'zini xat aytganman. Lazas sumkani olib kel desam, sen aka sumka yo'q ekan desang, endi zarar etasan. Chunki men o'sha shart bo'ladi sumkani. Shunda hozir men berayotgan boshqa strukturasi Voy, yozmadi lekin baribir. Yo'q. O'sha yerga kelsa, imtihonga topshirayotgan paytda nimasi tushib ketaveradi, savoliga qo'yib qo'yadi. Ketib qara. O'zi so'raganda. What else do you think we should be checking? Nimani o'zgartiraylik degan bitta o'zi so'rayapti. Hozir bo'lib olamizda bo'lingan. Biz birinchi bo'lim valion deymiz, hozir bitta ozgina parani tashlab, qator tashlab hozir boshlaymiz. Agar men sizni o'zgartirishni qilgan narsa bu sport zaldagi shu dush. Endi mavzuga qarab moslashsin. Tepada telefon dedim, telefonning kamerasi ham endi rangi va hokazo baham qilishim. Hozir bo'yicha ketamiz. Keyin biz aytibdi. O'sha vaqtda nima qilaylik deyapti. Ikkita narsani so'rayapti bizdan. Birinchi so'rayotgan narsasi zalimizga nima yangi qilaylik deyapti. Ikkinchi so'rayotgan narsasi zalimiz ishlamayotgan payt sen nima qilasan, senga nima qilib beraylik deyapti. Qulaylik. Ha, bo'ldi, boshladik. Birinchi aytaman. Men hozir aka deyman, zalingizga deyman, yangi dushlarni qilishingiz kerak deyman. Dushlarni sifati juda past deyman. Suv ham isrof bo'ladi deb aytaman. Lekin suv yo'qligini aytsa bo'ladi. Mo'may, okay. So, it will be better. Yaxshi bo'ladi. O'sha qayda grammatikani yaxshi ishlashim kerak. If you change agar grammatikada almashib ketsa the zamonlarda almashtirib olsa. Endi jakat bilan bo'lganda no parda oladi. It
will be better. It will be better if you change. Mana o'zgartirsak dedik. If you change. It would be better if you change the bathrooms. Qaranglar. Bathroom degani vannaxona degani, dush degani. Dushning eshigini o'zgartirsangiz yaxshi bo'lardi. Apostrof esni mana qasam qo'yaman. Dushlarning eshiklarini. Tushunasizlar? It would be better if you could change the bathroom's doors. Chunki nima degan? Because gana. Bilasizlar? O'shani rasmiy holatda biz as desak bo'ladi. Since desak bo'ladi. Bu yerda as degani dek degani emas, since degani dan degan tarjimaga kelmaydi. Chunki degan tarjimaga keladi. As well as degan shunday. U boshqa, dani sinonim. Chunki the quality dedimi? Yo'q. As they are in a very poor condition. Agar vannaxona eshigini o'zgartirsangiz yaxshi bo'lardi, chunki ular juda yomon ahvolda. Yana bitta nimani o'zgartiramiz. Iloji bo'lsa ikkita narsa aytaymi? Birinchisi vannaxonadagi eshiklarni o'zgartiring. Yana nima o'zgartirsangiz? Shkafchani. Ana sumkalar qo'yilgan shkafchonlarni, ruchkalari. Yangilik kiritishdi. Quruflaydiganlarni. Ana toshlarni zamonaviyroq qilishdi. Yoki singan o'ynadi desa. Singan o'ynadingiz. Evet. Ama aytsak-chi, shkaf qulflanadigan bo'lsa. Shu ruchkalari. Xo'sh, qo'shimchasiga nima degan? Ekstra. O'zim bor. Ikki moro qoldi. Ha? Qolsan? Ishonmayapti. Moreover, qo'shimchasiga tashlab qo'ysa, o'zing sotib qo'y. Ishonch hosil qilgandan keyin Demak, qo'shimchasiga, bak uyga borib dasturni tushirib bitta qo'ysa, o'zing qutadi. Qo'shimchasiga nima dedik? shkaf javonlar. Javona, kabordmi yo'q? Anaqa sumka qo'yadigan bek. Lightning dedik. Ha? Some of the lights, Chiroqmi? ba'zi svetlar kuygan. Are not working these days. Nima deyapsiz? Rasm tushganda. So, changing them would be a great option. Would help. Ba'zi chiroqlar ishlanyapti, kunlarda shuning uchun so'nishyapti. Ularni o'zgartirish mavjud. Help you to make your gym better. Zalni yaxshilashga yordam bo'ladi. Qarang, tarayibcha bor. Birinchi so'ragan narsasini o'zi. Mendan so'rab, nimani o'zgartiray ekan dedi. Mana shu ikkita problema bor. Ikkitani so'raymiz. Ha, ikkita yo'q. Ilojimiz ikkita yoziladi, tez so'rab chiqiladi keyin so'raymiz. Endi nimani yozaman? Endi yozadigan narsam naq turadi. Boshqa zalga boraman, ularni qo'yamiz. Yoki zalga boshqarsam nima qilasiz? Endi bitta narsa yozaman, chunki men o'zimdan bilan so'zimda 2 4 6 8 10 12 14 16 uni ham ikkita yozib o'tamiz. Well, xuddi mana shunday orada bitta xato qilishamiz.
Yok, daftarga yozamizmi, qanday yozamiz? Kompyuterdami? Varaqqa. Considering the fact that Qanaqa klaviatura orqali yozamiz? Alsda kompyuterda yozamiz. bu grammatika, considering the fact that. Qancha mana keladi. Qancha vaqt beradi yozga? Bir soat keladi. Hammasi yozgan. Nimanidir hisobga oladigan bo'lsak, pulim yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, bu ham bitta. Considering the fact that I don't have money, I don't have much. Dars deganimni hisobga oladigan bo'lsak, bu considering the fact that I did my homework as well. Shunda considering the fact that Ne hisobga oladigan bo'lsak, bitta akset shu bilan to'ladimi? Yechilmaydi bari. yo'q, yana prosta yozyapman. Okay, considering the fact that formasi qasam. Ishim ko'pligini hisobga oladigan bo'lsak, men boshqa ishlarni qilib turaman. nima bo'lasini desakchi? Ha? Boshqa formasi Boshqa zalga borib turamiz deydi. Bugun teatr o'rtaga o'qamiz. Onlayn Sizlar yo'qliklaringlarni. Yo'q, undan ko'ra zaldagi buyumlarni yo'q, boshqa qarang. Sizni zalingiz yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, men mashg'ulotlarni uyda davom ettiraman. Shuning uchun bizga onlayn videodarslarda treninglar tashabbus zo'r bo'ladi. yokida zaldagi buyumlarni ba'zilarini uyga Yo onlayn bo'lsa kerak, boshqa yaxshi o'ylab ko'rdi, bitta o'zingni oladi, seni zaling emas-ku. onlayn sening instrumenting bo'lmasa-chi. Ha, shunaqa. Yo'q. Endi topasan. Yoki o'zimiz Onlayn boshqa sabab aloqasi ishonmaydi. Considering the fact that your GM will be closed for a month. I'm going to attend another GM mashqlarni Xo'sh. o'qishimiz. my house. Mashqlarni onlayn. Uni ham aytaman. Ya'ni siz GMS for davomida degani, bir oy davomida passiv voice yopiq bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, men boshqa uyga yaqin bo'lgan zalga qatnab turmoqchiman. In addition, post preparing some workout lessons. Workout degan mashq degan. Some workout lessons by. In addition, preparing some workout lessons by your coaches can help me to keep my progress. Qo'shimchasiga bir ikkita o'sha mashq darslarini trenerlaringiz tomonidan tayyorlash menga o'sha intizomni saqlashga yordam bergan bo'ladi deb yozdim. Mashq ishlari 50 davlatda 53 deydi. 6, 8, 60, 12, 14, 16, 18, 70, 72, 92 bo'ldi. Rezignatsiya degani. Oxirida rahmatdan o'qi. U ham bor, lekin hozir bab rezignatsiyaga olish uchun men o'zimni qanday his etganimni aytaman. Bu haqda Shundan hozir men siqilishda aytaman. Tetan tushirdim. boshida nima yozilyapti? Hozir men so'ragan, aka nima qilib beraylik degan narsasini yozdim. Keyin men nima qilib turishimni yozdim. nima qilib berishni? Men nima qilib turishimni yozdim. Endi aytaman, nima qilishim kerak? Ular nima qilib berishni? Hissiyotimni yozishim kerak. Men to'g'risini aytganda juda ham xafaman sizni pulni hisob qilayotganda. Chunki rejalarim
Shuning uchun mana o'sha vaqtda nimadir bilan shug'ullantirish kerak. Ha. Chunki buni so'ragan. Har doim bunday bo'ladigan emas. Misol uchun, mana bu telefonda nimani so'raydi? Sen deyapti, narsa sotib olding, rahmat deyapti. Sen shikoyat qabul qiling deyapti, ana smart watchda. Could you please tell us what example problem? Muammo nimada? Mana bu yerda endi mana bu yerda biz nima yozdik? Sport zaldagi muammoni yozdik. Endi soatdagi muammoni yozamiz. Soatingiz rangi boshqacha ekan, vaqt ko'rsatmayapti. O'zim ikkita muammoni yozaman. Keyin mana aytyapti. Would you prefer receive placement or full refund? Pulingni qaytarib beraylikmi, placement almashtirib beraylikmi? To'g'risini aytganda, men soatni boshida yaxshi deb o'ylagandim. Lekin servisdan yomonligini sababli men full receive xohlayman deb yozasan. Keyin olib yozasan. Bo'ldi. Explain the problem with batch. Tell them what action would like them to take. Nima qilishni aytasan? Tushundingmi? Uchinchisi. Bo'ldi, hozir men ma'lumot berib qo'yay. I am highly Birinchisi nima muammo bo'lgani, ikkinchisida nima qilib turishi, shu nima bo'lmaydi. Uchinchisi nima bo'ladi? Javob. Endi hisobni deb. I'm highly unhappy that your gym is being closed. Gymdan keyin klub qo'shib ketsa-da. Sport klub desak bo'ladi. Sport club is being closed. I hope it will be open. I hope the information is actually. I hope it will be opened in recent days. And thank you for asking about. Thank you for asking my views on your gym. I look forward to hearing from you soon. Let's get to the meeting. Yours. Endi nima deyman? Bizga shularga qilishga Va nima berishsa bo'ladi? 93 dan. 93. Yo'g'i 7 tadan so'rasiz, oltita beradi. 6, 8, 10, 12, 13, Oxirida sen yo'ldan bunday shart mana yo'llanadi. Oshirma endi shartni qilib prezidentga qo'yasizlar. Ikkitadan gap berdi. Har bitta savolga ikkitadan javob. Mana bu oxirida belgilagan nima deyilgan forward. Shu yozasiz deb o'yga tushibdi. Sizni javobingizni so'rashni kutaman, javob beradi. Hurmat va ehtirom bilan javob beradi. Agar bunday ideya bo'lmasa, boyaga ikki xato borku, shu yo'lda bo'lsa bo'ladi. Bittadan yozib kelsa musulmon. O'zingiz ikkita deymiz. Chunki o'zingiz choy qayna. Men oldimda daxli yo'q. Lekin oson ekan, deyim, qiymas ekan. Короче, so'z bilishing kerak ekan, tarjima. Shuni eng osoni anonda demoqchiman, shartlarda. Seyfda eng osoni demoqchiman. Shartlar, nima qoldi? Yo, speakinglar qiyin bo'lar. Listening. Speakingga taqosagan debsan.
Speakinglar bilan boshqa taqqoslaganlarga osonroq Siz writing qobiliyati yaxshimisiz? Ham osonroq. Menimcha listening qiyin emas. Eng osonisi. Eshitishda u. Ko'proq kino ko'rsa. Ro'ysingiz eng osonisi. Sal nurg'at bo'ling bo'lishi bo'ling. Pasib shu. Mana shuncha kino Uch bu. Aynan shu kino ko'ryapsan, bo'laveradi. Hamma o'sib ko'ryapsan. Hozir men kino ko'ring. Lekin uchta boya gapirgan eshitdim-da.